Maktab direktori fan o'qituvchisidan o'quvchilarni darsga olib kelib davomatni ta'minlab berishni talab qilishga haqlimi va bu bo'yicha agar ta'minlamasa unga javobgarlik belgilay oladimi? Bu holatda nima qilish kerak? Xodimga nisbatan intizomiy javobgarlik qo'llash uchun u o'zini mehnat shartnomasida yoki lavozim yo'qnomasida belgilangan vazifalarni lozim darajada bajarmaganlik holatini isbotlash kerak. Agar sizni vazifalaringizda o'quvchini darsga olib kelib, uni davomatini ta'minlab berish yuklatilgan bo'lsa, demak sizga javobgarlik qo'llanadi. Lekin qonunchilikda bunaqa emas. Ya'ni fan o'qituvchisi o'quvchini olib kelib, darsda davomatini ta'minlab berishga majbur emas. Demak, xulosa qilamizki, direktorning harakatlari noto'g'ri va unga ushbu harakatlarni Mehnat kodeksi normalarini noto'g'ri qo'llaganligi uchun ma'muriy javobgarlik nazarda tutilgan. Siz bu yo'lda Adliya vazirligi va mehnat inspeksiyalariga murojaat qilishingiz mumkin. Agar mehnat jarayoningizda shunga o'xshash qanday muammolar, huquqlaringiz poymol bo'lishi kuzatilayotgan bo'lsa, direktga menga murojaat qiling, sizga albatta yo'l yo'riq ko'rsataman.